Yugurishdan kelayotganga o'xshayotgan bo'lishi mumkin, lekin yugurishdan kelmayapman. Hozir pravaga test topshirib, amaliy va nazariydan o'tib chiqdim. Taassurotlarim. Assalomu alaykum hammaga va nihoyat 1223 ta savol ishlab 4,5 oy deganda pravamni oldim. Bugun sizlar bilan qancha pul ketgani, qanaqa qiyinchiliklar ko'rganimni va shu logist bo'lib kechqurun ishlab ham qanaqa qilib pravani izalda olib ketganimni sizlarga aytib bermoqchiman. Agar siz hali pravani o'qishni boshlamagan bo'lsangiz, eng katta maslahat boshlamang. Yo, hazillashdim. Boshlang, pravani oling ertaroq, chunki borgan sari qiyinlashib, qimmatlashib ketyapti. Agar pravani boshlamagan bo'lsanglar, men sizlarga o'zi protsess qanaqa ketganligini, qanaqa ketishini aytib o'tmoqchiman. Menda qanaqa ketdi? Bitta dasaf tanlaysiz o'zingiz, o'sha o'qitadigan joy tanlaysiz. U yoqqa borib gaplashasiz, qanaqa bo'ladi. Men yozdirildim. 12ga yozdirildim. Yarim oycha kutdim, 12ga hech kim bormadi, issiq edi u payt. Keyin 9ga yozdirildim. Lekin meni ishim o'sha payt kechqurungi 8 dan ertalabki 4 gacha edi. Mayli dedim. Yaxshi bo'ladi, 5 soat uxlab olaman, keyin boraman desam, 1 oydan keyin meni kechqurun 6 dan ertalabki 6 gacha ishlaydigan ishga hayot o'tishga majbur qildi va vaholanki men 6 dan 9 gacha yo uxlab olishim kerak, yo nimadir qilib dam olishim kerak, yo bo'lmasam 9 dan 12 gachayam dars bo'ladi. Xo'p, qaytadigan bo'lsak, shu dastlabki yozdirasiz, sinfda yig'iladi, sinf to'ladi, sinf уже boshlanadi. 4,5 oy o'qiysiz agar B kategoriya o'qimoqchi bo'lsangiz. Xo'p, 4,5 oy ichida siz testlar ishlaysiz, уже vojdeniyga chiqishni boshlaysiz agar pulini to'lasangiz. O'sha dasavni, ya'ni o'sha o'qitadigan joyni o'zini ichki imtihoniga qo'yilasiz. Ichki imtihondan o'tadigan bo'lsangiz, haqiqiy imtihonga borishga yo'llanma berishadi. Keyin siz haqiqiy imtihonga borasiz, nazariy topshirasiz, amaliy topshirasiz. Keyin sizga sertifikat berishadi. Ertasiga yagona darchaga borib, proviza olasiz. Proviz bilan soqolingizni ham qo'shib nechi pul ketdi, ya'ni o'sha qo'limga pravani olgunimcha nechi pul ketganligi haqida gaplashsak, birinchi bo'lib 6,900,000 ga o'sha o'qishni sotib olasiz. Ya'ni birinchi oyga 3,5 million to'ladim, keyingi oyga 3,400,000 to'ladim. Ho'p, o'qiysiz, kechqurun ishlaganingizdan keyin baribir har kuni borib faol o'quvchi bo'lish iloji yo'q. Unaqa qilolmaysiz. Men o'sha o'yladimki, shu 6 ishdan chiqaman, 7da uyga boraman, choy ichimni etib 8-9 gacha uxlab olaman, keyin boraman dedim. Keyin bir tursam 2028 ga o'tib ketib qolgan bo'ldim. Har kuni shunaqa bo'ldi. 15 tacha, 13 tacha davomatim o'sha qoldirganim uchun menga 988,000 shtraf bo'ldi. O'shani to'lashim, ya'ni shtrafam qanaqa? Siz o'sha darslaringizni keyin yana borib o'qib olishingiz uchun shartnomada ham yozib qo'ygan. Men qo'l qo'yganim uchun shartnomaga ko'z yumib to'ladim. Keyin o'sha bir kun intensiviga bordim. Ertasiga menga yo'llanma berdi, o'sha ichki imtihonga yo'llanma berdi. Hisoblaydigan bo'lsak 6,900,000 ga 988,000 почти 8,000,000 ketdi hali. Imtihonga bordim. Imtihonga to'laydigan bo'lsangiz, hozir 2026-yili nechinchiyam fevralda, martda olganman. Hop, 2 haftacha bo'lib qoldi shekilli. Shu martda agar amalingiz bilan nazaringizni bir kunda topshiradigan bo'lsangiz 1,5 million dan edi. Lekin bir kun farq qilib qoladigan bo'lsa, amalingiz 1,600,000 bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lmadi menda. Men o'sha nazariyga topshirdim 1,5 million berib. Bundan chiqqaningizdan keyin o't olsangiz menga mana 19 dan topib, eshib chiqdimda, keyin kassaga yana borasiz, biroz chiqdim, yana to'layman desiz, to'laysiz, amaliga kirib ketasiz, 1,5 million to'laysiz. O'tib chiqimdan 100 ta ball bo'ladi, ya'ni 100 ta ballga shtrafsiz bo'ladi, 100 ta shtraf bo'ladi, yozib qo'ying. Men undan 35 oldim, ya'ni har bir to'xtayotganingizda chorrahaga 1 metrdan oshib ketmasligi kerak, yo'qsa sizni bosib qo'ymaslik kerak. Sizni bosib qo'yadigan bo'lsa 100, haligi yerga to'laysiz 5. Men o'yladim, bosib qo'yganim qanchaligiga qarayu 5 ball, 5 bash bo'sh, 5 ball shtraf olganim qanchalik yaxshi. O'sha 5 ball shtrafdan 3 dan 4 ta oldim har bir chorrahada o'qib. Keyin o'sha garaj bor, misol uchun birinchi parkovkada men har doim chaqirib turgan flajovchiga qarab, yelkamga qarab, yelkam to'g'ri o'ylabdimi deb turib, keyin oxirigacha burib shoqilardim orqadagi ballonlar oqsizlikqa tegishi uchun. Lekin borsam, flajovchi u oldinda turibdi. Men unga agar yelkamni olib boradigan bo'lsam, bardor tushib ketadi. Keyin aytdim, yo'q dedim, ko'z yumamiz, harakat qilamiz. To'xtadim, oxirigacha burdim, qarasam o'ng tarafga ketyapman, sariq tarafga. Lekin taqsirni bosmadim, ozgina joy qoldi. Lekin orqadagi ballonlar tegdi, mashg'ulotdan, ya'ni o'sha manyovrdan o'tdim. Lekin tashqari chiqib ketganda, sal oldinroqqa olib, chapga olib, keyin unga chiqib ketishingiz kerak. Lekin o'zingiz xato qilsangiz, oldi ballongiz sariqchilikqa yoki oqsizlikka tegishi mumkin. Men sariqchilik tegib qoldi, o'sha aydadi. Soq chosini bosdi. Keyin men orqaga oldim, sekin chiqib ketdim. Xo'p, shu bilan 35 ochko bo'ldi. Keyin chiqdim 1,5 milliondan. Hozir biz narxlarni gaplashayotgandik. 8 millionga siz qo'shasiz 3 millionni. Ya'ni 1,1 million bo'ldi. Shu yo'l kira hammasi bilan $1000 ketdi.
Endi shu testga qanaqa tayyorlandim, shu logist sifatida kechqurun ishlab, o'sha 12 soat ishlab, qanaqa qilib olib chiqdim bittada deydigan bo'lsanglar, meni o'sha rutinim bor edi. Misol uchun, men agar ishga avtobusda yoki qanaqadir metroda ketadigan bo'lsam, har safar Tesla ishlab ketardim yoki bo'sh qoldimmi test ishlardim. Yo bo'lmasa kuniga hech bo'lmasa 50 ta test, 50 talik testlarda ishlab borardim har kuni. Keyin rostdan o'rganishingiz kerak. Nima bo'lyapti o'zi? Nima nima uchun bu savolni javobi shunaqa? Har bir o'rgatilayotgan savollarni o'rganishingiz kerak. Misol uchun, chorrahaga qaraydigan bo'lsangiz, men ko'pincha o'sha imtiyozlarga ajratib olardim. O'sha o'qituvchi bizlar shunaqa derdi: "Yo'l qanaqa o'zi? Chorraha qanaqa chorraha? Misol uchun, tartibga solinganmi, tartibga solinmaganmi? Znaklarga qaraysiz." Ko'p test ishlasangiz o'rganib ketasiz. Lekin menimcha, menga yordam bergan narsa o'sha bir kun oldin 1223 ta test hammasini o'tirib ishlab, ertasiga o'sha actual imtihon kuni o'sha xatolarni ko'rib chiqib kirdim. Lekin baribir ham bitta xato qildim o'sha test davomida. Lekin eplasangiz bo'ladi. Unchalik oson emas, unchalik qiyin ham emas, lekin o'qish kerak. O'qib shu testni o'rganish kerak. Ko'pchilik hozir ekspress kurs u-bu qildi, pul to'ladi ortiqcha. Meni ko'p pulim yo'q. Shuning uchun ham, iloji boricha minimalistik, xato qilmaslik, xato qilishga haqqing yo'q deb o'zimga o'zim bir narsa qilib borib topshirib keldim. Shu, sizlarga maslahat, test ko'p ishlash kerak. Kuniga hech bo'lmasa 50 ta, 100 ta ishlash kerak. Xatolarni ko'rib chiqish kerak. Xatolarni o'sha saqlanib qilib qo'ying и ko'rib chiqing hammasini. Nimaga shunaqa xatoni qilib qo'ydim? Nimani o'tkazib yubordim? Nimaga e'tibor bermadim? Tramvay nimaga birinchi o'tyapti? Men nimaga ikkinchi o'tadi qilib qo'ydim? Shularni hammasini ko'rib chiqib, xatolarni ko'rganingizdan keyin, undayam baribir, hech bo'lmasa 10 ta, 20 ta savolni master qilolmaysiz 4,5 oy ichidayam. Keyin o'sha imtihonda o'shanaqa savollardan 3 tasi chiqib qoladi, yiqilib qolishingiz mumkin. Endi u to'g'risi yaxshilab duo qilinglar, Allohdan so'ranglar. Menga agar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, shu pravani olish menga foyda keltirsa, shuni bergin deyglar, duo qilinglar. Tips sizlarga shu. Shuni ulashgim keldi sizlarga qanaqa bo'lganini. Bundan keyin balkim avtobloger bo'lib ketarman pravam bo'lib. Ularniyam sizlar bilan gaplashamiz. Mayli, xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.